Ota. Amakinga nimaga pul olib bermadi? O'sha mashina o'lgiring, halovotimizni buzdi. Hozir meni o'shalarning oldiga olib borasan. Ota aralashmay, o'zim hal qilaman shuni. Mani ota dema. Hozir olib borasan bilan. Tinchlikmi tog'a? Xullas yigitlar, o'g'lim nomidan uzr so'ragani keldim oldilaringga. Shu iltimoslardan bolalar mashinalaringni qaytarib olsalaring. Shu mashina kelgandan beri uyimizda umuman halovat yo'q. O'g'il bola, dadangiz olib kelmasiz ham gaplashsak bo'lardi. Ovoraxtsiz otaxonda. Jonbonlarim, to'g'ri tushuringlar. Ovoragarchilik yo'q. Men shu o'g'lim uchun jonim fido. O'zi bitta o'g'lim bor, qizim ham, boshqa farzandlarim yo'q. Otaxon, siz qaytavering. O'g'lingiz bilan kelishib olamiz. Yaxshilik bilan hal qilib beringlar shuni. Ertaroq borgin bola, uxlamay kutib o'tiraman. Toy bola, otaxonni yuzidan mashinani olib qolamiz, faqat bergan pulingizga kuyasiz. Nasiyani qonun qo'ydi shu. Rozi bo'lsangiz olib qolamiz. Men u 4 oylik pulni qiynalib topib olib kelganman sizlarga. Dadasini yetalab kelganini-chi buni. Xolasangiz shu.